Diqqat, aktrisa Nilufar Hamidova videolari sabab tanqidlarga uchramoqda. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan xabardor bo'lib turishni istasangiz kanalimizga obuna bo'lib, videolarimiz davomida bir dona like tugmachasini bosib qoldirishni unutmang. Aktrisa Nilufar Hamidova ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilingan navbatdagi videosi sabab yana bahs-munozaralarga sabab bo'lmoqda. Aktrisa Instagram sahifasida kiyinish xonasida suratga olingan lavhani joylagan bo'lib, unda kiyim almashtirish jarayonida begona shaxs kamerasi bilan xonaga kirib kelgani aks etgan. Mazkur holat aktrisaning keskin noroziligiga sabab bo'lgan. Video e'lon qilingach, ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari fikri ikkiga bo'lindi. Ayrimlar bu holatni shaxsiy hududga tajovuz deb baholagan bo'lsa, boshqalar aktrisani bunday kontentni ommaga chiqarayotgani uchun tanqid ostiga oldi. Qayd etish kerakki, Nilufar Hamidova ilgari ham ochiq obrazlari va videolari sabab jamoatchilik muhokamasiga tushgan. Ushbu voqea esa yana bir bor shou-biznes vakillarining ijtimoiy tarmoqlardagi faolligi va shaxsiy hayot chegaralari borasida savollarni kun tartibiga olib chiqmoqda. Hurmatli tomoshabin, video haqida o'z fikrlaringizni izohlarda yozib, kanalni yo'qotmaslik uchun obuna bo'lib qo'yishni unutmang.